Ushbu loyiha Toshkent viloyati Mikrokredit bank, Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Bahor mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan. 10.03 sonli konturga asosan yer maydonimizga makkajo'xori mahsuloti ekilgan. Ushbu yer maydonimiz 10 gektarni, ya'ni uzunligi 600 metr, bo'yi esa 400 metrni tashkil etadi. Maydonda ekinimiz zamonaviy usullar bilan parvarish qilinib kelinmoqda. Hozirda makkajo'xori mahsulotimiz rivojlanish jarayonida. Ekinimizni yetishtirish 120 kun davomiyligida bo'ladi. Bu jarayonda ekin sug'oriladi va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyiha 34 nafar dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 34 sotiqdan maydon to'g'ri keladi. Ushbu loyihani samarali amalga oshirish uchun Umar hosilot fermer xo'jaligi MChJ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 14 tonna, umumiy miqdorda esa 100 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda ekin maydonini kattalashtirish va shu orqali dehqon xo'jaliklarini rivojlantirish ko'zda tutilgan.